Ipak Yo'li Bank milliy festa. Ko'pchilik Ipak Yo'li Bankini Yashil bank deb ataydi va bu bejizga emas. Yashil rang nafaqat logotipimiz, brendimiz haqida, balki bizning ESG tamoyillarga asoslangan holda ish olib borishimiz haqida hamdir. Mana shu siz ko'rib turgan yarmarka zonasidagi har bir chodirlar festivaldan keyin qayta ishlanadi. Biz ulardan sumka va shoperlar yasab, keyinchalik mijozlarimiz yoki hamkorlarimizga tarqatishni rejalashtirganmiz. Ya'ni biz ongli iste'molni qo'llab-quvvatlagan holda narsalarga ikkinchi hayot berishni rejalashtirganmiz. Aziz do'stlar, umid qilamizki, siz ham bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaysiz va tabiatni asrashga o'z hissangizni